kiyib yotish yomon bo'ladimi? Mahs kiyib yotsa yomon bo'ladi deydiganlar bor ekan. Yomon bo'lmaydi umuman. Agar bomdodga tahorat qilishlikka jichcha sharoit o'rtacha bo'layotgan bo'lsa, ayniqsa hozirgi kunlarda tahoratingizni o'sha mahsingizni vaqti 24 soatga yetadigan holat bo'lsa, kiyib yotsangiz bo'laveradi. Masalan, mayli jichcha vaqtlarni oling, mahsini vaqti qachondan hisoblanadi? Men lo'nda qilib tushuntiraman, eslangda qolsin deb. Oyog'imizga mahs kiyamiz-ku. Shuni kiyilgan vaqtdan hisoblanadimi yo boshqa vaqtdan hisoblanadi? Masalan, ertaman tahorat qilib kiydingiz soat 6 da. 06:00 da ertamangi saharga 6 da. Lekin tahoratingiz 2 da ketdi. Peshindan keyingi 2 da ketdi tahoratingiz. Birinchi tahorat qachon ketgan bo'lsa, o'sha paytdan hisoblanadi. 9 mi, 11 mi, asrmi? O'sha soatdan keyingi 24 soatga yetadi. Tushunarli? Bu degani ertaman 6 ga kiyishingizga tahoratingiz ketgan bo'lsa, 6 dan hisoblanadi. 11 da uxlab qoldingiz deylik, tahoratingiz ketdi. Birinchi tahorat 11. Bu degani ertangi kun 11 gacha mahs tortishingiz bo'laveradi. Tahoratingiz bor edi, qarovdingiz, soat 11 da tahorat ketdi. Siz mahsini yechmay uxlovdingiz. Tahoratingiz bor, peshinga tahorat qildingiz. Soat 11 bo'lib qoldi. Nima qiladi unda? Boshdan oyoq tahorat qiladimi? Yo'q. Mahsini o'zini yechib, tepangizda tahorat bo'lsa, oyoqda o'zini yuvib qo'ysa bo'ladi. Bemalol mahsini uxlasa bo'laveradi. Agar mahsini yechishga hojat bo'lmasa deyman-da.